Assalomu alaykum, meni kuzatib turganlar. Men bugun sizlarga Epic ilovasini tanishtiraman. Bu ilova til o'rganishda yaxshi ilovalardan bo'lib kelmoqda. Avvalo Epic ilovasini o'rnatamiz va unga kiramiz. Bundan so'ng Epic ilovasida aynan kim foydalanadi buni kiritamiz. Bolamiz bo'lsa bolani va undan so'ng elektron pochta kiritiladi va bizga aytadi o'z yilingni belgiladi. Yilimizni belgilaymiz va bergan shartlarga rozi bo'lamiz. O'qib chiqib albatta va Epic ilovasiga kiramiz. Bunda 40 mingtadan ortiq kitoblar mavjud bo'lib, har xillarini o'qib chiqsak bo'lar ekan, lekin bitta tarafi 7 kun bepul berilar ekan bizga. Ko'rib turganimizdek har xil kitoblarni ilova qilyapti. Yuqorida ko'rsak yosh kategoriyasi berilyapti. Ushbu tugmani bosamiz va kerakli yoshni tanlaymiz. Men 3 yoshni tanladim. Ko'rib o'tganimizdek bizga 3 yoshga mos kitoblar taqdim etdi. Bu kitobni bosamiz va o'z foydalanuvchi nomini kirgizamiz. Kirgizib bo'lganimizdan so'ng boshlash tugmasi chiqdi va boshlab ko'ramiz. Ilovaning yaxshi jihati hikoyadan so'ng savollarga javob bersa bo'ladi. Videomizni orqaga oldinga qaytarib ko'rsak ham bo'ladi. Hozir ko'rib o'tamiz. Bundan so'ng esa yana bir yaxshi jihati yorug'ligini ko'tarib yoki pastlatishimiz, tezlatishimiz yoki sekinlatishimiz va shunga o'xshash yaxshi funksiyalarni amalga oshirish mumkin. Yana ko'rib o'tadigan bo'lsak, bizga taklif yuboryapti. Ko'proq kitob o'qishni xohlaysanmi deb. Ha'ni bosdim. Turli xil kitoblar juda ko'p ekan. Har xil mavzuda, turli xil mavzuda menga bu jihati juda ham yoqdi va sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Ko'rib o'tadigan bo'lsak, biz yoqtirgan kitoblarimizni belgilab qo'ysak bo'lar ekan. Mana men bilan o'qi deyapti, videolar, audio kitoblar deyapti. Lekin bular afsuski pulli. Endi esa audio kitoblarga kirib ko'ramiz. Mana bunda ham har xil audio kitoblar taklifini berdi. Afsuski bu ham pulli. Sizlar bilan endi qidiruv tizimini ko'rib o'tamiz. Mana kirdim, bu yerda har xil yana takliflar beryapti. Kuchuklar, mushuklar, qorlar, har xil ob-havolar, mevalar takliflarini beryapti. Mana kolleksiyalarga kirib ko'rsak, bizga har xil hayvonot dunyolari, har xil narsalar haqidagi kolleksiyalar kitoblarini ham taklif etyapti. Mana mevalar kitoblari, musiqiy instrumentlar kitoblari, har xil kolleksiya kitoblarini taklif etyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, pastda qushcha rasmi turibdi. Shuni bosib ko'rsak, biz yana ota-ona uchun ham alohida akkaunt ochsak bo'ladi. Mana hozir ochib ko'rdim va ota-onalar uchun qo'shimcha bo'lgan akkaunt ochildi. Bunga e'tibor bersak, ota-ona bolani nechta narsa ko'rdi, nechta profilga kirdi, nechta kitob o'qidi, necha soat mashg'ul bo'ldi, nimalar ko'rdi, nechta ko'rdi, hammasi berilyapti. Va qo'shimchasiga profilni o'zgartirish, profilni o'chirib qo'yish yoki yoqish, sinflarga ko'chish haqida o'zgartirishlar ham taklif etilyapti. Pastrog'ini kuzatgan bo'lsangiz, uning uchun ham yuklab olish imkoniyatlari berilyapti. Bola profiliga qaytadigan bo'lsak, bolalarga ularga sherik sifatida qo'shimcha do'st ham taklif etilyapti, ya'ni virtual do'st. Mana biz buni tanladik va bizning do'stimiz ismi Sparky bo'lib chiqdi. Berilgan do'st bilan ta'lim olishni davom ettiramiz. U o'z takliflarini berib bo'ldi. Yana har xil kitoblar taqdim etilyapti. E'tibor bergan bo'lsak, men o'rganib bo'lgan kitoblarim turibdi pastda va mana tugatib bo'lingan kitob turibti. Albatta o'qib kitoblarni tugatsak, mana shu narsa yonib o'qigan kitoblarimiz ro'yxati turadi. Oxiridagi bosqichga qarasak, bu mailbox, ya'ni pochta qutisi deyiladi. Bunda elektron pochta orqali xabarlashsa ham video so'ngida ushbu qo'shimcha ma'lumotlarni aytib o'taman. Ilova hajmi 100 MB, o'z kategoriyasi ta'lim sohasiga tegishli bo'lib, 7 ta tilni o'rganishga yordam beradi. Bular inglizcha, hindcha, yaponcha, koreyscha va soddalashtirilgan xitoycha, ispancha va an'anaviy xitoychalarni. O'ylaymanki, video yo'riqnoma siz uchun ham men uchun ham manfaatli bo'ladi. Sog' bo'ling.